Assalomu alaykum azizlar. Diqqat e'lon, maslahat qishloqida joylashgan 6 sotixli kotej sotiladi. Hozir shuni sizlarga obzor qilib o'taman. Ko'chalar juda ham yaxshi, gulzorlar uchun reshotkalar qilingan va oynalar uchun panjara ham qilingan. Hovli juda ham keng. Nima desa bo'ladi? Yana bitta uy solsa ham bo'ladi-da. Hovlida shaftoli, gilos ekilgan. Undan ham foydalansa bo'ladi. Xullas, xonalar soni 4 ta. Hammom alohida, hojatxona alohida joylashgan va isitish sistemasi polni ataplena qilingan. Remontlari yaxshi. Bu kotej bog'cha sifatida foydalanilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 50 ming AQSh dollaridan narx belgiladik. Aloqa uchun nomerlar qoldiramiz. Qolgan kelishuvlar ko'rishganda yoki aloqaga chiqsanglar, bamayl xotirlikda gaplashamiz.